Xitoy hukumatining o'rinlashtirishi bilan Dunyo musulmon jamoatlari kengashining raisi Ali Rashid Noamning yetakchiligidagi 14 davlatning vakillaridan tashkillangan 30 necha kishilik bir o'mak 9 yanvar Ürümchiga yetib kelib Uyg'ur diyorini ziyorat qilishga boshlagan edi. Dunyo musulmon jamoatlari kengashi vakillarining Uyg'ur diyoridagi atalmish bu ziyorati va ularning qirg'inchilik tex to'xtamagan Uyg'ur diyorining tuprog'ida turib, Xitoyning qirg'inchilik va bostirish siyosatlarini oshkor qo'llab e'lon qilayotgan bayonotlari ijtimoiy taratqularda jiddiy tanqidiy inqos qo'zg'amoqda. Shundaqla xalqaro diniy erkinlik va kishilik huquq organlarining qattiq tanqidiga duch kelmoqda. 11 yanvar kuni Amerika Diniy Erkinlik Komiteti Markaziy Washingtondagi Xalqaro kishilik huquq kuzatish tashkiloti radiomizga orqa-orqadan bayonot yo'llab, Xitoyning o'rinlashtirishi bilan Dunyo musulmon jamoatlari kengashi boshchiligida tashkillanib, Uyg'ur diyorini ziyorat qilgan atalmish musulmon davlatlari vakillarini qattiq aybladi. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining raisi Nuri Turkal imzosida radiomiz Uyg'ur bo'limiga yo'llangan bayonotda mundaq deyilgan: İslam dövlətləri ölümalarından təşkillənən vəkillər ömrünün Şinjan, yəni Uyğurlar Şərqi Türkistan deyə ataydığan bu zəmində ziyarətdə bolışı, bəlkə kişilik hüquq cəhətdə xalqaranın güclük tənqidiga uçurğan Xitay hökumətinin bu besimlərini azaytış və yox qilish üçün məxsus orunlaşdırğan urunuşu bolışı mümkün. Dokladqa asaslanganda vəkillər ömrüge Xitay hökumətinin rayondakı Uyğur və başqa Türkiye musulmonlarini rəhimsizlərcə bastırışını qanunluq qılıb ko'rsatilgan terrorluqqa qarşı turuş, bölgünçülükə qarşı turuş və aşqınlıqqa qarşı turuş təşkilatının təsiriga uçurğandək qılıdı. Xitay hökuməti bundan keyin chet el İslam ulamolarının bu xil ziyoratini qo'llanib turib, Şinjandagi keskin siyosatlarini qonunlashtıra oladi, hatto kuchaytira oladi. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti yuqorqi jiddiy ogohlantirishdan boshqa yana Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqida har yili bir qancha o'xshamagan dokladlarni tayyorlab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarining Amerika va xalqaro tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilishida, shundaqla munosib tadbir qonunlarining ma'qullanishida zo'r rol o'ynab kelmoqda. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti atalmish musulmon alla vakillarining Uyg'ur diyoridagi ziyoratini tanqidlab, o'zining inkosini yo'lladi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti Osiyo bo'limining muavin mudiri Maya Wang radiomizga avatgan bayonotida bularning hammasi Xitoy hukumatining bir o'yini ekanligini ko'rsatib o'tgan. Uningda mundaq deyilgan: Xitoy hukumati musulmon hukumatlar va islom ulamolarini ishiltib va ularni suiiste'mol qilib o'zini oqlamoqda. Bu hukumatlar va ulamolarning musulmon qarindoshlarining diniy haq-huquqlarining dafsanda qilinayotganligiga qarg'ularcha ko'z yumganligi kishini to'limi umidsizlantirdi. Bu ularning Xitoy hukumatining tashviqot uchun g'oyat zo'r kuch chiqarganligining bir alomatidir. Maya Wang yana kishilik huquqni himoya qiladigan o'xshamagan guruhga va tashkilotlarning mazkur ko'z bo'yamchilikqa jiddiy inkos qaytarishining ta'xirsiz ekanligini ta'kidlab, mundaq degan: "Men haqiqatga baho beradigan guruhlarning bo'lishini umid qilaman. Haqiqatanmi ba'zilari bor. Ular hech bo'lmaganda Xitoy hukumatiga qarata keskin savollarni so'raydi. Albatta, ular o'z navbatida xalqaro islom tashkilotiga o'xshash guruhlarning fikriga ta'sir ko'rsatadi." Dunyo musulmon jamoatlar kengashining boshchiligida tashkillangan bu o'makmi xuddi ilgari Xitoyning taklifi bilan Uyg'ur diyorini ziyorat qilgan boshqa musulmon davlat vakillaridan farqsiz holda Xitoyning Uyg'ur qatorliq yerlik musulmonlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga ko'z yumgan. Ular yana Uyg'urlarning intayin bayoshat va xotirjam yashayotganligini aytgan. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan diniy va milliy siyosatlarini maqtab, Xitoyning kutgan yeridan chiqqan. 12 yanvar kuni Şinjan gazeti qatorliq Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy doiralari 10 va 11 yanvar kunlari bu o'makni boshlab, Qashqa qadimiy shahridagi uy va do'konlarni kezdirgan. Qashqadagi Hitka jamoasini ziyorat qildirgan. Xitoy doiralari o'rinlashtirgan bu ziyorat o'miga qadam bosgan har qanday joyda ularni Uyg'ur artistlar yangroq naqsh muzikalar bilan kutib olgan. Ularning bağanlı joyida yeyish-ichishlari, Altaydagi chang'i teyilish maydonida qor teyilib o'ynashlari, san'at nomerlarini ko'rib chavaq chelishlari, sin ko'rinishlari orqali ko'rsatilgan. Bu sin ko'rinishlari keng tarqalib har xil tillardagi chet el ijtimoiy taratqularda kuchli tanqidga uchragan. Ba'zi kishilar inkos yezib, musulmonlarning sharafini to'kkanlik, islom diniga xiyonat qilganlik deb ayblagan.
Ma'lum bo'lishicha, bu o'makning Xitoyning Xinjiang siyosatini og'zi tegmay maqtishi bo'libmi o'mak boshlig'i Ali Rashid Al-Noamning bayonoti chet ellardagi Uyg'urlarning qattiq noroziligini qo'zg'ab qolmay, balki yana Amerikadagi musulmon tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli tanqidiy inkosini qo'zg'amoqda.